Skorost переключенияsi juda kech deb murojaat qildi. Gaz pedalni oxirigacha bossam 4000, 5000. Avtomat коробка Gentra, mana mijoz keldilar. Skorost переключенияsi juda kech deb murojaat qildilar. Juda ko'pchilik bizga keladi. Ya'ni gaz pedalni oxirigacha bossam 4000, 5000 undan yuqori оборотlarda almashtiradi skorost переключения deb murojaat qilib kelishadi. Bu juda to'g'ri, chunki shunaqa ishlash kerak mashina. Sizlar gaz pedal orqali korobkaga zaпрос berasizlar, ya'ni razgon so'ragan bo'lasizlar. Razgon so'radinglarmi, bo'ldi, оборотni yuqoriga olib chiqib turib keyin almashtiradi. Uni vaqtliroq almashtiradigan qiladigan bo'lsa, mashina tortmay qoladi, ya'ni dinamikasi yo'qoladi mashina. Uni to'g'ri foydalanishni bilishinglar kerak. Agarda sizlar спокойный gaz pedal bosib yuradigan bo'lsangiz, garaskor rejimda 2,5 оборотda skorost переключения amalga oshish kerak. Agar unda ham kechikadigan bo'lsa, ana unda bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni programmирование sohasi bo'yicha yoki diagnostika sohasi bo'yicha murojaat qilib ishlarni hal qilib ketsangiz bo'ladi. O'shani ahamiyatga olib qo'yasizlar. Agar sizlarning ham mashinalar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, demak bu normal holat. Agar kechikish bo'ladigan bo'lsa, действительно спокойно haydagan edi. Unda programma orqali hal qilib ketsangiz bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Gentra yoki avtomat korobka mashinani haydab yuradigan aka-ukalarga videoni yuborib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.